Keyingi ishtirokchimizga ham savol beramiz. Agar uyingizda уборка kamroq vaqt olsa, nimaga sarflagan bo'lardingiz? Ko'proq blogimni rivojlantirishga, farzandlarim bilan vaqt sarflashga, o'zimni rivojlantirishga vaqt sarflardim ko'proq. Blog yuritasiz Instagramda. Juda zo'r videolaringizni ko'rdik biz. Konkursga olgan videoyingiz ham zo'r chiqibdi. Yana bitta savol, Aqua Magic mahsulotlarini ishlatasizmi va nima uchun ishlatasiz? Ishlataman, ayniqsa hozirgi kunda kirlarni yuvishda ham menga ko'p yordam beryapti. Kislorodni oqartirishga ham. Chunki maktabda ishlaganim uchun oq kiyimlarni ko'p kiyaman, o'shaning uchun menga rosa foydali. Maktabda ishlayotganlar oq rubashka, oq kiyimlarni очистителimizda oqartirar ekanlar. Sizga podarokimiz bor, uchashtiyagi uchun. Mana bu dazmol, отпариватель va Aqua Magic mahsulotlari. Mana keyin ko'rishingiz bo'ladi, семейный set. Обязательно novinkalarimizni ham ishlatib ko'ring. Rahmat. Video cho'tga chiqib qoldi, sizlar yozdinglar, hayron qoldim to'g'risi o'zi. O'zi konkurs haqida bilmasdingiz? Просто отметить qildim. Bu men uchun kutilmagan narsa, to'g'risi umuman kutilmagan. Rahmat.